oson emas, to'g'risi. Chunki musofirda blog boshlaganingizda birinchi o'rinda siz qarindosh urug'laringizni gap so'zlariga, tanqidlariga, achchiq gaplariga tayyor turishingiz kerak. Juda ko'pchilik ana shu narsaga bardosh yetmaydi, ojiza bo'ladi. Ojiza o'sha tarafini deb kechib boradi bu narsadan. Keyin odamlar gap so'z gapiradi. Musofirga ishlagani kelganmanmi, keyin ishimni qilayda, ketay deydi. Orzulari tarafga yurishni bilishmaydi ko'pchilik, qo'rqoq. Xo'p, sizni qaysi kontentingiz imminna shu qarindoshlaringiz tarafdan tanqidga uchragan? Balkim o'sha yerda o'zingiz neправильно kontent chiqarib qo'ygandirsiz. Bitta kontentim bo'lgan, u ham o'sha yanvar oyida men Turkiyaga ketganman qizim bilan. Kirdi chiqtiga ketganmiz, dokument masalasida kirdi chiqti qilib Turkiyani tanlaganmiz. Turkiyaga borganimda